Rayima Mahmud Angliyani Uyg'ur majburiy amgaki mahsulotlarini cheklashni kuchaytirishga chaqirdi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish birlashmasining mas'uli, Dunyo Uyg'ur qurultayining Angliyada turishliq vakili Rayima Mahmud xonim Angliya parlamentining kishilik huquq birlashma komitetida guvohlik berib, Angliyada Uyg'ur majburiy amgaki mahsulotlarini cheklashning qonuniy tadbirlarini kuchaytirishni talab qilgan. Rayima Mahmud xonim guvohlik yig'inida Uyg'ur eli, ya'ni Sharq Turkistonda barliq ishlab chiqarish sohalarining hammasi degidek qul amgaki bilan bulg'anganligiga doir taqdek dalillarning borligini ta'kidlagan. U Xitoy hukumatining nurg'un sanoat va paxta mahsulotlarini ishlab chiqarishda majburiy amgakni ishlatayotganligi, bo'libmi to'qimchilik sohasidagi majburiy amgakka oid paktlar Dunyo Uyg'ur qurultayining qonuniy ariz sunishiga yo'l ochdi degan. Rayima Mahmud xonim Amerikaning Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonunini ma'qullagandan keyin majburiy amgak mahsulotlariga qarshi keskin amaliy harakatlarni qo'llanganligini ta'kidlab o'tgan va Angliyaning Amerikaga o'xshash bir qonun chiqarishini, uning Uyg'ur majburiy amgak mahsulotlarini cheklashdagi unumli qoral bo'lganligiga ishonganligini bildirgan. And therefore we believe that this is extremely important.